Kartoshka burnim bo'lsa ham umuman burnimni korreksiya qilmayman. Baribir foydasi yo'q deydigan qizlar ahamiyat beringlar. To'g'ri korreksiyada burnim qanaqa o'zgarganini. Korreksiya uchun bizga oddiy jigarrang qalam kerak bo'ladi va birinchi bo'lib burnimiz chiroyli tepaga ko'tarilib turishi uchun burnimizni ashaq tepaga ko'taramiz va skladkaga chiziq chizamiz. Shunda qizlar shu chiziq to'g'ri joyga joylashadi, tepa past bo'lib qolmaydi. Burnimizni bosib turib, o'rtasiga chiziq chizamiz. Shu chiziqni oxiridan boshlab galka olib boramiz. Burnimizning tepasini korreksiya qilamiz. Qizlar hammani burni har xil, shunga o'zingizlarning burningizga qarab to'g'ri kenglik tanlashingiz kerak. Masalan, ikkita chiziqni bir-biriga tor chizib qo'ysanglar, bu искусственный ko'rinadi, va bizga tabiiy chiroyli ko'rinishimiz kerak. Shunga qaranglar. Burnimizning osnovasiga qaraymiz. Burnimizning osnovasidagi kenglik tepadagi kenglik bilan bir xil bo'lishi kerak. Pastdan orientir olaman va keyin tepaga chizaman. Mana endi o'zingizlarning burningizga yarashadigan kenglik bo'ladi. Ba'zi qizlarda shu zona ham keng bo'ladi. Buni toraytirish uchun qoshimizdan pastga qarab ikkita chiziq chizamiz. Bu chiziqlarni chetga qarab rastoshovka qilamiz va pastgina bo'lsa pastga qarab. Burnimizning o'rtasiga konsiler suramiz. Agarda konsiler keng surilib qolsa, burningiz ham keng ko'rinadi. Shunga o'zini joyidan qimirlatmasdan rastoshovka qilamiz. Kichkina barmog'imizni highlighterga botirib, konsiler surgan zonamizga highlighter ham suramiz. Va toza barmog'imiz bilan rastoshovka qilamiz. Qizlar, korreksiyamiz tayyor. Sizlar ham takrorlab ko'ringlar va o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar.